Agar sizdan Apple kompaniyasini asosiy daromad manbai nima deb so'rasam, siz uzoq o'ylab o'tirmasdan iPhone deb javob berasiz va bu to'g'ri. Haqiqatdan ham eng ko'p sotilgan qurilma, eng ko'p daromad olib kelgan mahsulot va albatta eng mashhur gadjet. Lekin yaqin kelajakda bu holat o'zgarishi mumkin. Bu videodan keyin Apple kompaniyasi va butun industriya hamda o'zi umuman zamonaviy kapitalizmga nisbatan fikringiz butunlay o'zgaradi degan umiddaman. Bu biroz eksperimental boshqacharoq video bo'ldi. Shuning uchun albatta oxirigacha ko'ring, chunki oxirigacha ko'rmagan odamlarning tushiga Nupagadidagi robot quyon kirib, quvlab yuradi orqasidan. Men hayotim davomida hech qachon Apple Watch olaman deb o'ylamagan edim. Xayolimga ham keltirmaganman. Nima bo'lish kerak men Apple Watch olishim uchun va do'stlarim qo'yarda qo'ymay ol, sotib ol. Olganingdan keyin qanaqa busiz yashab yurgan ekanman deysan deb majburlab oldirishdi va rostdan ham olganimdan keyin qanaqa qilib busiz yashagan ekanman deb o'ylab qoldim. Nimaga o'zidan o'zi Apple Watch mavzusiga o'tdim? Chunki shu qurilmani olib taqib ishlatib yurgandan keyin o'ylab qoldim. iPhone o'zi nimaga kerak? Hamma narsani Apple Watchga o'tkazib, shuni o'zini ishlatib yursak, bo'lmasmidi? Va bu fikr bitta menga kelmagan ekan. Aynan o'sha do'stlarim ham aytishgan. Apple Watch iPhonening o'rnini deyarli bosa oladigan narsa, lekin Apple kompaniyasi atidan bu narsaga yo'l qo'ymaydi. Odamlar iPhonedan voz kechib faqat Apple Watch ishlatib yurishiga yo'l qo'ymaydi hech qanaqasi. Chunki hamma Apple Watch ishlatishni boshlasa, iPhonening sotuvlari tushib ketadi. Sotilmay qoladi. Lekin nimaga o'zi aynan iPhone ko'p sotilishi kerak? Today Apple is going to reinvent the phone. And here it is. Bilaman, hozir ko'pchilik bu gaplarimni eshitib, "Oka, tomingiz ketib qolganmi? Qanaqa Apple Watch? Qanaqa qilib u iPhonening o'rnini bosa oladi?" deyishlari mumkin. Haqiqatdan ham hozir smartfonlar hayotimizga shu darajada singib ketganidan biz bu holatni umuman tasavvur qila olmaymiz. Lekin ishoning, iloji bor va sirazi железный argument bilan keltiraman. Men Apple Watch olganimdan keyin iPhone'ga kamroq vaqt ajratadigan bo'ldim. Deyarli 3-4 baravar. Apple Watch ishlatmaydigan odam buni tushunishi qiyin. O'zim ham shunaqa edim, lekin hozir tushunib olasiz nima deyotganimni. Baribir aqlli soatlar smartfonlarning o'rnini bosa olmaydi degan tezis uchun argumentlar yetarlicha. Misol, kamerani qayerga qo'yamiz? Instagramga qanaqa qilib kiramiz? YouTube videolar, kino, seriallarni qayerda ko'ramiz? O'yinlarni qanaqa qilib o'ynaymiz? Ayniqsa PUBG'larda shunaqa e'tiroz bo'lishi mumkin. Zuko tomoshabin bu savollarga qarshi qanaqa argumentlar keltirishimni oldindan biladi, lekin baribir birma-bir yotig'i bilan tushuntiraman. Kino, serial, YouTube videolarini telefonda ko'rish noto'g'ri, bu haqida ko'p gapirganman va bu uchun kompyuter, planshet yoki televizor bor. O'yinlar bilan ham deyarli shunaqa. Shaxsan o'zim oxirgi marta qachon telefonda o'yin o'ynaganimni eslolmayman. To'g'ri, kimdir aytishi mumkin, endi sizda kompyuter bor-da deb. Da, kompyuter menga mabodo bilmaganlar uchun osmondan drop bo'lib tushgan. Bo'lib bunday korobkada, qizil korobkaning ichida olib prosta tipa uyga olib kelib o'rnatib ishlatganman. O'zidan o'zi prям yo'q joydan spawn bo'lgan kompyuter menga. O'zim tushunib anglab yetib, men kichkina ekranda hayotim o'tib ketmasligi kerak. Ham ishlash uchun, ham kino seriallar ko'rish, ssenariy yozish, o'yin o'ynash uchun universal bitta qurilma olishim kerak degan narsa meni miyamga tepgan. Uzoq yillar harakat qilib 25-26 yoshimda bo'lsa ham baribir olganman kompyuter, lekin kompyuter olishimdan oldin ham smartfonda o'yin o'ynash yoki kino ko'rish odatini ancha oldin yig'ishtirib olgan edim, chunki notebook olganman. Uni ham o'zim xohishim bilan o'zim tushunib yetib olganman. Bilaman, mobil gaming bu juda katta industriya va odamlar xohlagan joyda o'yin o'ynaydi. Bu narsaga qarshilik qila olmaymiz. Xohlasa telefonda, xohlasa planshetda, PlayStationda yoki kompyuterda. Prosta men misol uchun o'zimga app ko'rmayman va men uchun smartfon o'yin o'ynashga kerak degan narsa yo'q. Men smartfonim bo'lmasa ham o'yin o'ynab yasha olmayman bu hayotda. Siz ham misol uchun smartfoningiz bo'lmasa o'yin o'ynab yasha olasiz va o'zi umuman obunachilarim orasida qancha odam aynan faqat smartfonda o'yin o'ynaydi, shuni ham bilgim kelyapti. Izohlarda yozib qoldiring. Qanchalik bu muhim sizning yoningizda aynan mana shunaqa qurilma bo'lib, aynan shunda siz o'yin o'ynab yurishingiz. Smartfon bo'lmasa, faqat Apple Watch ishlatadigan bo'lsak, Instagramga qanaqa qilib kiramiz? Mana shu eng asosiy argument deyishligi mumkin.
qaniydi men shu baxtga muyassar bo'lsam, qaniydi men Instagramga kirolmay yashasam, Instagramga kirmasdan kimdir aytishi mumkin, o'chirib tasha smartfoningdan deb. Yo'q. O'zbek mediasida pul topishning yagona yo'li Instagram bo'lib qoldi. YouTube'da yo'q, Telegramda unchalik katta emas, televideniya haliga ahvol bo'yotibdi. Majburligimdan Instagramga kiraman. Agar imkonim bo'lganda o'chirib tashirdim shu musor narsani, umuman ishlatmasdim. To'g'risi, telefon menga vobshe kerak bo'lmay qolardi. Telefonning eng kerakli tomoni Instagramga kiraman. Nimaga? Qiziqqanim uchun yoki qaram bo'lganim uchun emas. Ну, tipa moliyaviy qaram bo'lganim uchun. Sizda imkoniyat bo'lsa, o'chirib yuboring, o'chirib yuboring. Shunaqa miyangizdan oladi, maza qilib yashaysiz. Hayotingiz faqat yaxshi tomonga o'zgarishi mumkin, lekin hech nima yo'qotmaysiz. Agar ishingiz shu bilan bog'liq bo'lmasa, o'chirib yuboring, kirmang. O'tirmang umuman. Va umid qilaman yaqin kelajakda bunaqa reklama kutib, reklamadatellarning qosh-qovog'iga qarab, aktiv haqida xavotir olib yashamasdan normal ijod qila olaman. Shunchaki u uchun yopiq kanalimga obuna bo'lsangiz bo'ldi. Shu orqali moliyaviy qo'llab-quvvatlaysiz va ijodimni o'sishiga yordam berasiz. Bundan tashqari yopiq kanalimda turli qiziqarli mavzularni muhokama qilamiz, eksklyuziv kontentlar bo'ladi. YouTube'ga videolar chiqishidan oldin birinchi u yoqda eksklyuziv joylanib muhokamalar qilinadi. Video ostiga havola orqali o'tib, bemalol obuna bo'lishingiz mumkin. Undan tashqari donatga ham havola qoldirganman. Juda yopiq kanalga obuna bo'lgisi kelmasa, shunchaki donat qilib ham ijodimizni moliyaviy qo'llab-quvvatlang va biz reklama kutib yashamasdan ko'proq qiziqarli videolar ishlab chiqaramiz. Bitta savol tug'iladi. Kamera o'zi hayotimizda qanchalik muhim? Muhimligini bilamiz, muhim, lekin qanchalik? Siz Magic City'ga sochingizni mana qolib, gulli kiyimda borib tushgan mana bunaqa rasmingiz yoki mashinangiz rulni haydab ketayotganingizni qo'ygan storiesingizni ko'radigan doimiy 30 ta odam o'sha narsani ko'rmay qo'ysa, odamlarni shunaqa baxtdan mosuvo qilsangiz, ularning hayotida ham, sizning hayotingizda ham, jamiyatda ham juda unaqa katta o'zgarish bo'lmaydi meni fikrimcha. O'g'ay, meni yerga yurmang deyishingiz mumkin. Men sizga bitta narsani aniq ishontirib ayta olaman. Men yo'q bo'lib ketsam ham hech nima o'zgarmaydi. Chonsiz prosta puf etib o'lib qolsam, prosta ijod qilishdan to'xtab yo'q bo'lib ketsam ham jamiyat hayotida odamlarning sizning hayotingizda unaqa katta o'zgarish bo'lmaydi. Afsuski. Bitta narsani tan olaylik, telefonning kamerasi kerak. Biz uni har kuni ishlatamiz deymiz va rostdan ishlatamiz, lekin nimaga? Qarindosh urug'lar bilan yig'ilganda esdalikka rasmga tushish uchun deyishimiz mumkin. No, bilasizmi? Birinchidan qarindosh urug'ni orasida unaqa tadbirlarda o'zi rasmga olib yuradigan odam bo'ladi, yo zo'r smartfoni yoki fotoapparati bor, esdalikka olib yig'ib yuradigan. Endi bilmadim. Bizda bo'lardi, ko'p qarindoshlarda bo'lsa kerak. Ikkinchidan, hop unaqa odam bo'lmadi deganimizda ham rasmga olamiz, gruppaga tashlaymiz. O zo'r rasmlar bo'pti, mana bu odamlar kelibdi, gap yo, malatsi deymiz. Abadul abadga o'sha rasmlarni unutib olamiz. Men smartfon kerak emas yoki smartfonning kamerasi vobshe befoyda narsa demoqchi emasman. Shunchaki smartfonga bo'lgan qanaqadir qaramligimizdan voz kecha olamizmi? Ularga nima xalaqit qiladi degan savolni prosta o'ylayapman. Nimaga Apple aynan bizga iPhone sotishi kerak? Yana bitta real misol keltiraman. Buni boshqa videoda ham aytgan edim. To'yimga faqat mana shu iPhone'i bor, eng oxirgi modeldagi iPhone'larni ishlatadigan odamlarni chaqirdim. To'yda Temur Alixonov chiqib mikrofonda aytdi. Daraxtlardagi QR kodlar orqali rasmlar, to'g'rimi? Rasmga oid barcha ma'lumotlarni mana shu daraxtdagi QR kodlardan olsanglar bo'ladi. Shu iPhone'ingizda videolarga, fotolarga olib yuringlar. Mana bunaqa QR kod qilib qo'yganmiz. Uni ham yasattirdim, pul sarfladim, harakat vaqtim ketdi. Shuni QR skaner qilib video foto olib yursanglar, menga загружаться qiladi shu narsa deb tushuntirdik va shuncha tushuntirganimizdan keyin bilasizmi, nechta odam rasm va video oldi to'yda? 2 ta. Uni ko'pchilik stories formatda yo yengil yelpi qildi-yu, lekin prям rostdan mana iPhone'im bor, iPhone'im kamerasi zo'r-ku, men videoga olib yuray to'yi degan odam bo'lmadi, chunki to'yga kelgan odam to'ydan rohatlandi, tushunasizlarmi? Bizga smartfon kerak, smartfonning kamerasi kerak deymiz, lekin hayotingiz muhim kunlarida siz baribir professional videograflar, professional video kameralarga ishonasiz. Nimaga? Chunki buni kadri sizga yoqmaydi, siz yaxshiroq tushunasiz, o'shaning uchun ham kачествоda emas, prosta shu ish bilan shug'ullanib yuradigan odam kerak. Hamma o'zi bilan o'zi band bo'ladi baribir. Ya'ni videoga olib yuradigan bitta odam kerak, unga pul berasiz. U xohlasa iPhone bilan, xohlasa kamera bilan keladi. No, aynan iPhonening ichidagi kamera hayotimiz uchun
o'ta muhim bir busiz yasha olmaymiz degan narsa yo'q. Yana bitta real hayotdan misol keltiraman. Yaqinda turmush o'rtog'im bilan tog'ga chiqdik. Bitta tadbir bo'lib, juda chiroyli manzara. Men O'zbekistonda bunaqa chiroyli manzara bor deb o'ylamadim. Ajoyib. Quyosh botyapti. Zakat. Men turmush o'rtog'imga aytdim. "Davay shu zakatni fonida san rasmga olaman, esdalik. Axir menda iPhone 15 Pro Max bor-ku. Davay bunda mana shu payt iPhone'dagi kamerasi qotadi. Mana shu payt tushunib yetdim. Nimaga menga iPhone kerak? Nimaga menga kamerali smartfon kerak? Davay dedimda rasmga oldim, rasm говно просто. Men u rasmni ko'rsatkim kelmayapti, chunki u turmush o'rtog'imning rasmi, o'zi ham ruxsat bermasa kerak menimcha ko'rsatishimga. Tushunishingiz uchun chiroyli manzaraga qanaqadir вообще boshqa rasmdan bitta odamni bundoq kesib olib, PNG qilib, bundoq tipa qo'yib qo'ygan, обработка qilmagan, tipa fon bilan men bu odamni haligi bir-biriga yopishtira olmaganda, lekin o'sha odam o'sha fonda realniy turibdi. iPhone'ni ichidagi обработка tizimi, sun'iy intellekti, qanaqadir nimadirlar o'zicha nima shunaqa dabdala rasm qilib qo'ygan, o'yladim. Vot mana endi nimaga kerak menga iPhone va undagi kamera? Gruziyaga ketganimda ham juda katta xato qildim. iPhone'im bor, zo'r videoga oladi. Umuman qoniqmadim. Rostiyasam kamera bilan ketishim kerak edi. Bunaqa chiroyli manzaralar, chiroyli joylarni iPhone bilan olish prosta ahmoqlik ekan. Iltimos meni kommentariyada ahmoqsiz oka deb yozinglar. Mashq qilgan ishim uchun heyt qilsanglar, men xafa bo'lmayman. Rahmat. GPS. Bu argument bilan men ovozimni o'chirish mumkin, ayniqsa mashinasi borlar, chunki haqiqatdan ham umuman smartfon ishlatmasdan faqat soat taqib yuradigan bo'lsa, unda qanaqa marshrut tuzamiz, qanaqa o'z manzilimizga yetib olamiz, prosta soatga mana qilib qarab, tipi chaproq yurishim kerak ekan. Bu noqulay va bu fakt. Bu to'g'ri. Haqiqatdan ham o'shnaqa paytlar smartfon asqotadi. Shuni olasiz, teras misol uchun yozib, shuni o'rnatasiz, yo'lda qarab ketasiz. Mana smartfon nimaga kerak? Mana nima uchun biz smartfonlardan voz kecha olmaymiz? Lekin bu juda ham nozik masala, chunki shaxsan meni fikrimcha, adashayotgan bo'lsam uzoqlarda to'g'rilab ketishim mumkin. Albatta o'qib maza qilaman. Meni fikrimcha juda ham ko'p avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyalar o'z mashinalarining ichiga GPS navigator, shunga o'xshagan bir monitorlarni qo'yishmagan, chunki bunga ehtiyoj juda unaqa katta emas edi. Masalan, dunyoning ko'p rivojlangan davlatlarida, hammasida ham emas, lekin prava yoki litsenziya olish uchun kartani yodlash kerak bo'ladi, o'zini shahrini, misol uchun qayerdan kirish kerak, yo'llarni eslab qolish, mana shunaqa narsalar. Bu bir, ikkinchidan rivojlangan davlatlarda navigatorlar yo'lda turadi. Chapga yursang mamlakatga borasan, o'ngga yursang bunaqa, hamma yoqda ko'rsatkichlar bor va uchinchi eng asosiy sababi GPS navigator smartfonlarning ichida itak bor-ku deb mashinalar chiqarmay qo'ygan deb o'ylayman meni fikrimcha. Ya'ni bu narsaga unchalik e'tibor qaratishmagan. Smartfonlarning o'zi ichida GPS navigatori bo'lish uchun juda kuchli harakat qilgan. Shu jumladan Apple kompaniyasi ham iPhone ichida navigator bo'lish kerak, u yaxshi ishlash kerak. iPhone universal qurilma bo'lish kerak degan narsani ustida juda kuchli, juda ko'p ishlashgan. Shuning uchun ham mashinalarning ichida GPS navigator bo'lish kerak degan narsa unchalik dolzarb mavzuga aylanmagan. Pavel Durov ham smartfon ishlatmas ekan. Mana shu videoni tayyorlash jarayonida tasodifan shu ma'lumotga duch kelib qoldim. Mabodo Pavel Durov kimligini bilmaydigan yoki esdan chiqarib qo'ygan odamlar uchun aytaman. Pavel Durov Telegram asoschisi. Ya'ni siz smartfoningizda kirib, yozishib, videolarga olib, голосовой tashab, gruppalarga prikol jo'natib o'tiradigan dasturni o'ylab topgan odam. Telefonda ishlatiladigan, smartfonda ishlatiladigan dasturni o'ylab topgan odam o'zi smartfon ishlatmas ekan. Va Durov yagona misol emas. Christopher Nolan, Ed Sheeran, Scarlett Johansson, Cillian Murphy, ularning ko'pi smartfonsiz yoki ijtimoiy tarmoqlarga kirmasdan smartfondan kamroq foydalanib yashashadi. Smartfonga bo'lgan ehtiyoj xuddiki bir tabiiy narsadek tuyuladi. Xuddi ovqatlanish, cho'milish, suv ichish yoki sport bilan shug'ullanishga o'xshagan hayotimizning bir qismiga aylanib ketgan asosiy bir narsadek. Universal qurilma ko'p vazifani bajara oladi, har doim hayotimizda asqotadi. Lekin bu narsa bizga singdirilgan juda ko'p korporatsiyalar biz aynan smartfon ishlatishimiz uchun harakat qilib, uning ichiga juda ko'p universal funksiyalar, fishkalar qo'shishgan, чтобы biz aynan
aynan mana shu to'rtburchak ekranli smartfon ishlatishimiz kerak. Nima bo'lganda ham Apple kompaniyasi agar harakat qilganida iPhone o'rniga Apple Watchga ko'proq urg'u berib, aynan mana shu qurilmani sotishga ko'proq harakat qilardi. Bizni iPhone'ga yoki o'zimiz smartfonga bo'lgan qaramligimiz bilan kurashib, davaychi mana shuni funksionalroq qildik, yaxshiroq ishladik. Apple Watch o'zi bilan normalni yashasanglar bo'ladi. Smartfon shart emas sizlarga deya olardi. Shu darajada qudratli kompaniya, lekin bu narsani katta ehtimol bilan hech qachon qilmaydi. Apple hech qachon iPhone'dan voz kechmaydi. Apple boshqa qurilmalardan voz kecha oladi. Bunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Qanaqadir qurilmalar ishlab chiqarishadi, yemaydi, uncha yaxshi sotilmaydi yoki prosta tipa kerak emas bo'ldi. Boshqa narsaga e'tibor qaratamiz. Katta korporatsiyalar shunaqa qiladi. Lekin iPhone bilan emas. Buni aniq va tushunarli sabablari bor. Servislar. Apple'ning daromadiga umumiy planda qaraydigan bo'lsangiz, haqiqatan ham asosiy qismi iPhone'ga tegishli ekanligiga guvoh bo'lasiz, lekin biroz chuqurroq qaraganda qiziqarli kartinani ko'ramiz. Ikkinchi eng katta daromad manbai bu servislar va eng tez o'sgan segment ham aynan shu. 2015-yil 20 milliard, 2025-yil 109 milliard. 446% ga o'sish. Tushunishingiz uchun u iPhone'ni o'sish tempidan ham 10 baravar yuqoriroq, o'sishdan 10 baravar baland. 109 milliard dollar qanchaligini tushunishingiz uchun yaqingacha ham O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti 100 milliard atrofida edi. Hozir 120, 150, 160, 200 milliardga qarab ketyapmiz. Lekin yaqingacha ham O'zbekiston butun respublikani yalpi ichki mahsuloti shu miqdorda edi. Apple'da faqat servislardan keladigan pul shuncha va u ham o'sishda davom etadi. Eng qiziq tarafi, servislarning tan narxi pastroq, sof foyda balandroq. Turli ma'lumotlarga ko'ra, u iPhone'nikidan 2 baravar yuqoriroq ekan. Sof foyda, prosta keladigan foyda emas, toza foydasi iPhone'nikidan 2 baravar baland. Apple albatta o'zini moliyaviy ma'lumotlarini to'liq ochiqlamaydi, uni yashirishga harakat qiladi, lekin turli insiderlarning fikriga qaraydigan bo'lsak, iPhone'ning sof foydasi 36%, servislardan keladigan sof foyda esa 75%. No, adolat o'rnida aytib o'tib ketaman, servislardan keladigan sof foydani hisoblash baribir biroz qiyinroq bo'ladi, chunki iPhone'ni bilasiz, uni bitta mana shu iPhone ishlab chiqarish uchun nech pul kerak, qanaqa qurilmalardan foydalaniladi, ishchilarning oyligi misol uchun, arenda, to'da balobatlar taxminan hisoblab aytish mumkin. Misol uchun, mamincha pulga ishlab chiqaramiz, maminchadan sotamiz, ustida mamincha foyda qilamiz. Servislarda bu biroz qiyinroq baribir. Servislar ichiga kiradigan narsalar Apple Music, Apple TV, iCloud, Apple Pay va App Store. Вот App Store juda ham qiziq mavzu. 2021-yil avj olgan Apple hamda Epic Games o'rtasidagi konflikt juda ko'pchilikni ko'zini ochgan. Gap nima haqida? Epic Games bu Fortnite o'yinini ishlab chiqaradigan kompaniya. Fortnite g'arbda juda ham mashhur o'yin, bizda asosan faqat CS o'ynashadi. 2020-yil o'zidan o'zi Fortnite ichida shubhali to'lov usuli paydo bo'ladi. U App Store qoidalarini aylanib o'tib, arzonroqqa xarid qilish imkoniyatini berardi. Ya'ni siz Fortnite o'ynab o'tiribsiz, skin sotib olmoqchisiz va ikki xil variant bor. Bitta skin, bittasi $9, ikkinchisi $708. $708 bu App Store orqali emas, aylanib o'tib sayt orqali sotib olish. Apple sразу Fortnite'ni App Store'dan o'chirib tashlaydi, Epic Games akkauntini bloklaydi va uzoq, qiyin sud ishi boshlanadi. Ikkala kompaniya o'rtasida janjal, konflikt, shov-shuv. Lekin nimaga o'zi bunaqa bo'ldi? Gap shundaki, App Store'dagi har qanaqa tranzaksiya, ya'ni pul bilan qilinadigan harakat uchun 30% li komissiya bor. Deyarli har qanaqasi uchun. Bu o'sha mahsulotni 30% ga qimmatlashtiradi. Epic Games rahbari Tim Sweeney'ning fikricha, bu adolatsiz darajada juda ko'p, chunki 30% komissiya ham ishlab chiqaruvchilarni, ham foydalanuvchilarni cho'ntagiga zarar qiladi. 30% bu juda ko'p. Bu 3dan 1 qismi degani. Juda ham qiynab qo'yadi. Lekin faqat Apple 30% komissiya olmaydi-yu. Hamma elektron onlayn do'konlar xuddi shuni ustama olishadi. Xoh u Sony bo'lsin, Nintendo, Steam, Microsoft hammasida 30%. Lekin nimaga Epic Games
aynan Apple'ga yopishib oldi. Faqat Apple'ga emas. Misol uchun Steam'ga qarshi ham kurashishgan va Epic Store'ni ishga tushirishdi. Epic Store tan olish kerak, juda ham muvaffaqiyatli proyekt. Shaxsan o'zim ham kompyuterimga o'rnatganman. Ko'p o'yinlarni Epic orqali sotib olaman. Arzonroq bo'ladi, skidka deb berishadi, qanaqadir plyuslari, bonuslari bor. Google'ga qarshi ham e'tiroz bildirishgan. Play Market nimaga 30% komissiya olish kerak, bu adolatsiz deyishgan va bu ishgalga Pavel Durov ham qo'shilgan. Yuqorida odam haqida gaplashgan edik-da, tushunganingizdek, Pavel Durov ham tipichni kapitalist emas, u o'zini dunyosida yashaydi. Epic faqat Apple'ga qarshi kurashmagan, lekin olimachilarga qarshi alohida e'tirozlari bor edi. Tim Sweeney Twitterda o'z fikrini shunaqa tushuntirgan. Apple o'yinlar ortidan daromad qiladigan dunyodagi 3-kompaniya. Lekin Apple o'yin ishlab chiqarmaydi. Menimcha shu Tim Sweeneyni logikasini tushundingiz. Ya'ni u aytmoqchiki, misol uchun konsollar 30% olib qolsa mayli. Chunki ular konsol ishlab chiqarish uchun juda katta xarajat qilishadi, tadqiqot o'tkazishadi va konsollar o'zi tan narxiga nisbatan juda unaqa qimmat sotilmaydi. Ya'ni konsol sotish o'sha Sony PlayStation bo'ladimi, Nintendo Switchmi, Steam Deckmi, shunga o'xshagan narsalardan kompaniyalar katta foyda qilmaydi. Asosan mana shu komissiyadan foyda qiladi. Ya'ni uning ichidagi to'lovlardan pul olib qoladi. Unga ko'z yumish mumkin, chunki ular o'yin industriyasini ishga tushirishadi. Aynan mana shu konsol katta gigant korporatsiyalar xarajat qilib konsol ishlab chiqargani uchun ham game devlar, ya'ni o'yin ishlab chiqaruvchilar foyda qilishadi. Agar ular yo'q, biz qarochi konsollarni qimmat qilamiz yoki umuman ishlab chiqarmaymiz desa, o'yin ishlab chiqaruvchilar ham qiynalib qoladi. O'shaning uchun ham mayli, konsol ishchilarga qilib beramiz, mayli, komissiyasini to'lab beramiz. Lekin Apple o'yin industriyasi uchun nima qildi? Qanaqa o'yin ishlab chiqardi? Qanaqa o'yin qurilmasini taqdim etdi? Qanaqa tadqiqotlar o'tkazdi? Qanaqa investitsiya qildi? Apple'dan o'yin industriyasiga nima foyda bor? Ammo bu situatsiyada kimdir absolyut yovuz, nohaq, kimdir bechara qiynalgan, haq, qanaqadir bir beozor odam emas. Ikkala taraf ham o'zining haqiqati bor. Tim Sweeneyni pozitsiyasini eshitdik, o'rgandik, lekin Apple ham haqqi bor. O'zini qurilmasi, o'zini onlayn do'koni, xohlaganicha komissiya qo'yadi. Hamma yoqda 30% komissiya, oldin offlayn do'konlarda ham 30% komissiya bo'lgan ekan, misol uchun, tipi o'yin yoki kitob sotiladigan joylarda ham. Ya'ni bu umuman industriyani standarti. Men shunaqa fikrlayman, bu yoqda haq, nohaq, yaxshi va yomon degan odamlar yo'q. Siz qanaqa fikrdasiz? Buni ham izohlarda yozib qoldiring, chunki baribir diskussiyaga rostdan ham arzigulik mavzu. Va o'zi umuman nimaga App Store bunaqa katta komissiya olishini asosiy sabablaridan biri, chunki Apple qurilmalari juda ham xavfsiz. Dasturchilar yoki hakkerlar bu fikrimga qo'shilishi mumkin. Buzib kirish qiyin, ilojsiz emas, lekin ancha qiyinroq. Virus o'rnatish, shpionlik qilish, ya'ni App Store rostdan tekshiradi dasturlarni, rostdan filtrlaydi, rostdan garantiya beradi va shuni hisobiga siz App Store'ga kirish orqali butun Apple ekosistemasiga egalik qilasiz. Ya'ni hamma yoqda o'zingizni dasturingiz, programmangizni joylashtirib, misol uchun shuni orqasidan soqqa qila olasiz, katta bozorga chiqasiz va 30% komissiya shu uchun. Ya'ni App Store rostdan ham yaxshi dastur, Apple ekotizimiga kirish bu qanaqadir bir yuqori darajadagi natija. Mana shu App Store'dagi tekshiruvlar, ramkalar, qattiq chegaralar, kapriz deymiz-u, ya'ni juda yuqori talablar nimaga kerak? Foydalanuvchilarni xavfsizligi uchunmi? Qisman ha. Olmachilar allaqachon bu narsani imijga aylantirib bo'lishgan. Confidentialnost, xavfsizlik, tekshiruv, chegara, biz yopiq tizimiz, bizni buzib kirish qiyin, faqat ishonchli dasturlar ishlaydi degan narsani imijga aylantirib, albatta informatsion davrda xavfsiz qurilma bu juda qimmatli narsa. Lekin bu holatga qarab yana bitta qiziqarli xulosaga kelishimiz mumkin. Apple bunaqa qattiq qo'lligini asosiy sababi bu foydalanuvchilarning xavfsizligi emas va hattoki ko'p pul topish ham emas. Shunchaki vaziyatni o'z qo'liga olib, o'zi xohlaganday boshqarish, ya'ni qudratga ega bo'lish. Qudrat puldan ancha muhimroq narsa. Chunki sizda qudrat bo'lsa, pul ham o'zi keladi. Kompaniyaning oxirgi 5-10 yillik strategiyasi bu hech kimga, absolyutni hech kimga qaram bo'lmaslik. Hamma narsani o'zi xohlaganida, o'zi bilganida ishlab chiqarish va o'zi boshqarish. And that's Apple account.
One user, one password, one account for your Apple universe. Hiç o'ylab ko'rganmisiz, nimaga Apple har yili yangi iPhone ishlab chiqaradi? Mana bu yil biz mana bu yog'iga yangi knopka o'rnatdik. Bu haqiqiy revolyutsiya. Olqishlar, ure. Kstati, bundan oldingi chexol bunga to'g'ri kelmaydi. Qo'shimchasiga yangi chexollar ham sotib olishingiz kerak. Men tushungan bo'lardim, har yili qanaqadir katta sezilarli innovatsiyalar bilan chiqqandi. Yo'q. Prosta kichkina o'zgarishlar bilan, lekin har yili yangi iPhone chiqadi. Buni asosiy sababi Tim Cook. Kechagida esimda Steve Jobs olamdan o'tdi, hattoki chekki hududlarda ham muhokama qilindi. Mana u qarindoshlarim ham aytishni boshladi, o'libdi o'sha Apple iPhone o'ylab topgan odam deb va uni o'rniga kelgan odam qanaqadir tomoshabinning e'tiborini o'ziga jalb qila olmaydigan, qanaqadir xarizmasi pastroq va xuddi kim texnologiyalarni uncha tushunmaydigan ko'rinadigan qanaqadir oddiy ofis buxgalteridek ko'ringan edi va prosta bunaqa tuyulmagan. Bu yoqda bitta haqiqat ham bor. Tim Cook Apple'ga innovatsiya uchun kelmagan. Operatsion tizimni tartibga solish, optimizatsiya qilish uchun kelgan. Uni vazifasi va kuchli tomoni shunda. Oddiyroq tilda tushuntiradigan bo'lsak, Tim Cook operatsion direktor va uni qiladigan asosiy ishi iPhone'ni tan narxini tushirib, ishlab chiqarish jarayonini osonlashtirib, uni sof foydasini oshirish. Misol uchun iPhone'ni o'zini tan narxi $300 edi, biz $700 sotayotdik. Endi Tim Cook shunaqa bir shamanit qiladi-da, iPhone'ni tan narxini $200 qilib, uni $850 sotadi. Ya'ni sof foyda oshadi, shu ishlab chiqarish ham osonlashadi. Bu prosta misol uchun aytildi. Men iPhone'ni haqiqiy tan narxi qanchaligini bilmayman, prosta Wikipediyani o'qib bergim kelmayapti sizlarga. U operatsion menejer. Ishlab chiqarishni optimallashtirish va ta'minot zanjirini mukammallashtirish uni eng asosiy vazifasi edi. Hattoki iPhone taqdim qilish ham tizimli biznes jarayonga aylandi. Uni aynan shu ustunligi haqida juda ko'pchilik ijobiy fikr bildirgan. Tim Cook hamma bilan yaxshi muomala qilib til topishib keta oladi. Xoh u qanaqadir logistikadagi odam bo'lsin, xoh u ishlab chiqarish zavodining egasi, xoh zavoddagi главный menejer, odamlar, ishchilar, do'konlar, ularni boshqaruvchilari hamma shu paytgacha Apple'ning ichida qanaqadir katta skandal, mojaro, janjal bo'lganini ko'rmadik. Tim Cook rostdan ham ofis odami. U aynan mana shu jarayonni yaxshilab beradigan odam. Kupertinadagi ofisda hamma yaxshi ishlaydi, normalniy qiladi. Qanaqadir Apple qurilmalariga virus tushirish qiyin, ya'ni tartib bor qanaqadir. Va u hattoki davlat rahbarlari bilan ham tengma-teng darajada gaplasha oladi. Turli davlat prezidentlari, rahbarlari uni oliy martabali mehmondek kutib olishadi. U bilan yuzma-yuz gaplashadi. Qaysi korporatsiyaning rahbari bilan prezidentlar bu darajada iltifot orqali gaplashadi? Juda ham kam bunaqa odamlar. U tan olish kerak, Tim Cook salkam prezident darajasidagi odam. Chunki u juda katta korporatsiyani ish boshqaruvchisi, endi egasi deya olmaymiz, CEOsi va u yoqda ishchilar ham ko'p, o'sha ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning ta'siri ham katta. U rostdan ham dunyodagi eng katta ta'sir qudratiga ega insonlardan biri. Kimdir aytishi mumkin, yag'ay prezident darajasiga chiqarmay uni. Misol uchun Apple kompaniyasi uni o'ziniki emas, mana yaqinda ketdi deb. No. Вообще-то prezidentlar ham qaysidir davlatda egasi emas. Prezident ham qo'pol qilib aytganda davlatni katta ish boshqaruvchi CEOsi, davlatni direktori. U almashadi вообще-то bilmaganlar uchun. Cook hamma narsani a'lo darajada eplagan, produktdan tashqari. Bu haqida ko'pincha mana bu intervyu bilan misol keltirishadi. Mashhur bloger Marcus Brownlee Tim Cookdan Magic Mouse haqida so'raydi. Tim esa Magic Mouse. The Magic Mouse, the getting the ergonomics well done and was key. With Magic Mouse. Yeah. Okay. Bilmaganlar uchun Magic Mouse dunyodagi eng keraksiz qurilma. Вот прям вообще kerak, bilmayman nimaga u qurilmani ishlab chiqarishgan, u nima uchun kerak. Tushunishingiz uchun Javlon Asadullayev menga o'sha Magic Mouse'ni sovg'a qilganlar, mishkani men
Sovg'ami deganman. Ha, ishlataver holiga. Qachon qaytarib beraylik yoki pulini beraymi desam, yo'q ishlataver deganlar. Internetga kirsam, narxi $100. Jo'lin aka menga $100lik narsani prosta sovg'a qilib yubordilar va hech qachon so'ramadilar. Qaytarib berdim. Boshida tushunmadim. Keyin 2-3 marta ishlatib ko'rdimda tushundim. U ishlatib bo'lmaydigan narsa. Men ham sumkamga tashab qo'ydim, nechadir yil yotdi sumkamda. Jo'lin akaning o'zlariga qaytarib berdimmi? Esimda ham yo'q. Qanchalik darajada befoyda qurilmaligini tushunishingiz uchun uni zaryadka qiladigan joyi tegida edi. Tushunasizmi? Type-C tiqadigan joyi tegida, ya'ni ishlatadigan tegiga tiqib zaryadka qilishingiz kerak. Qaysi ahmoq odam bu narsani o'ylab topgan? Aynan Tim Cook davrida shu narsa taqdim qilingan va ko'pchilikning fikricha Steve Jobs bo'lganda bunaqa narsalar bo'lmasdi. Steve Jobs afsonaviy shaxs, vizioner, inqilobchi, jo'shqin to'polonchi, o'ziga xos xarakterli marketolog, produktolog va proktolog. Oxirgisi aniq emas lekin. Shunchaki u MacBook Air'ni qanaqa taqdim qilgani butun insoniyat tarixida eng zo'r taqdimotlardan biri bo'lib qoladi. This is it. Let me take it out here. This is the new MacBook Air, and you can get a feel for how thin it is. Yeah, there it is. Look at this. Haligacha shuni ko'rsam, etim jimirlaydi. Kunlarning birida Steve'ni oldiga iPod'ni yangi prototipini olib kirishadi va unga mana Steve aka, qarang, biz yangi iPod o'ylab topdik. U juda ham kichkina, maksimalni kichkina ishlashga harakat qildik deb tushuntirishayotgan payti Steve shartda olib uni akvariumga tashlaveradi va hamma hayron, tipi nimaga akvariumga tashlayordingiz? Shu payt Steve akvariumga ko'rsatib, qara deydi. Uni ichidan ko'pikchalar chiqyapti. Demak, bo'sh joyi bor, havo bor, suv kiryapti uni ichiga. Yo maksimalni kichraytirish kerak yoki joydan unumli foydalanish kerak. Demak, sal oxirigacha harakat qilmagansanlar, deydi. Bu voqea qanchalik rost yoki yolg'onligini bilmayman, tepasida shag'am yoqib turmaganman, lekin juda mashhur afsona va Steve Jobs haqida gap ketganida aynan shuni eslashadi. Tim Cook haqida hattoki bunaqa latifalar ham yo'q. Steve Jobs rostdan ham product guy bo'lgan. U produkt ustida ishlagan, uni tushungan, his qilgan, qanaqa to'g'rilash kerak, odamlar qanaqa foydalanib, qanaqa kayf qiladi, uni qanaqa odamlarga taqdim qilamiz, mana shu narsalar ustida bosh qotirgan. Tim Cookga o'xshab deb o'tirmagan. Tim Cook aqlga sig'mas darajada zerikarli, oddiy, hech qanaqa konflikt, risksiz, stabillikni birinchi o'ringa qo'yib yashagan odam. Va uni bu xarakteri Apple'ga ham o'tgan, shuning uchun ham Apple dunyodagi eng serdaromad, eng yaxshi pul keltiradigan stabil, zo'r kompaniyalardan biri. Chunki mana shunaqa tartib bilan ishlashadi. Ya'ni Tim Cook Steve Jobsni absolyut teskari varianti. Lekin bu mo'tadillik ham va o'zi umuman iPhone'ni gegemoniyasi ham yaqinda barham topib, sekin o'zgarishi mumkin. Meni fikrimcha. Tanishing John Ternus, Apple'ning yangi CEO'si. Meni bilishim bo'yicha Steve Jobs bilan Tim Cookning o'rtasi. Jobsga o'xshagan produktolog, aynan mahsulotni yaratish, ishlab chiqarish va uni tushunish bo'yicha ekspert, lekin Jobschalik aqldan ozgan daho emas. Tartibli, ishonchli, mas'uliyatli, xuddi Tim Cookga o'xshab. Ternus o'zi kim? Hardware engineering, ya'ni apparat ta'minoti mutaxassisi. U juda ko'plab foydali mahsulotlar ustida ishlagan, eng mashhur qilgan ishi bu albatta M chipida ishlaydigan MacBooklar, ya'ni mana bu MacBook. Well, today we are incredibly excited to announce our first step in this transition with our first chip designed specifically for the Mac. And we call it M1. Mabodo bilmasangiz, bu texnologiya olamidagi haqiqiy revolyutsiya. Bunaqa darajadagi revolyutsiya juda kam bo'ladi va bilmadim, oxirgi 10-15 yillikda yana nimani bunchalik revolyutsiya deyish mumkin, shaxsan men bilmayman. Men o'zim Apple mahsulotlarini yomon ko'radigan, hech qachon ishlatmaydigan odam edim va mana shu M chipidagi MacBook chiqqanida yana o'sha Javlon aka Asatrullayev, bilasanmi, M chipida MacBook chiqdi,
vashi dahshat ekan dedilar, tushuntirib berdilar qanaqa bo'lishini. Videolar ishladik birga, Javlon aka obzorlar qilardilar, men syomka qilib montaj qilib berdim, qiziqib qoldim va mana shuni sotib oldim. M1 chipida ishlaydigan MacBook ishlatdim va haqiqatdan ham bu umuman boshqa narsa. Bu oddiy notebooklarga o'xshamaydi, smartfonga o'xshamaydi, planshetga o'xshamaydi. Bu alohida, butun dunyodan uzilgan, yaxshi ma'noda uzilgan alohida yaxshi qurilma. Endi tasavvur qiling, M2, M3, M4 chipida ishlaydigan joyi katta MacBooklar qanaqa. Aynan shu MacBookdan keyin Apple mahsulotlariga qiziqib iPhone sotib oldim va Apple Watch oldim. Shundan keyin mana shu videoni ishlayapman. John Ternus qanchalik darajada industriya uchun muhim inson va u Apple'ning yangi CEO'si bo'lib, qanaqa katta o'zgarish amalga oshira olishi mumkinligini tushunsangiz bo'ladi. It is a stunningly capable chip, and it ushers in a whole new era for the Mac. M chiplaridan oldin MacBooklarda Intel protsessorlari bo'lgan, yaxshi protsessorlar, zo'r, lekin u boshqa kompaniya va boshqa kompaniyadan buyurtma berishgan. Tabiiyki, u qimmatroq bo'ladi, boshqa kompaniyadan iltimos qilish kerak, olib kelishini kutish kerak, qanaqadir braklari chiqib qolsa, muammolar bo'ladi. U kompaniya o'zidan o'zi bergisi kelmay qolishi mumkin. Har xil muammolar bo'ladi va Apple degilar bunday qarashganda takoy, "Davaychi, o'zimizning MacBookda o'zimizning chiplarni ishlab chiqaramiz. Da bilamiz bu qiyin, zato mustaqil bo'lamiz." Bundoq logichni o'ylab qaraydigan bo'lsak, Inteldan chip sotib olish juda unaqa yomon narsa emas-da, sal qimmatroq bo'lishi mumkin, nazorat qilish qiyindir. Intel o'zidan o'zi Apple'ga sotmaymiz deb qolmasa kerak, to'g'rimi? Mumkin. Любой narsa bo'lishi mumkin. Chunki Apple Intel uchun yagona xaridor, yagona klient emas edi. Intel Apple'dan voz kechib ham normalniy yashab yura olardi-da, juda katta daromaddan quruq qoladi, lekin Apple'siz ham yasha oladi. Buni men qayerdan bilaman? Hozir yashayapti-ku Apple'siz. Apple o'zini chipini o'zi ishlab chiqaradi, Intel yashab yuribdi normalniy, demak, yashab yurgan bo'lardi. Ya'ni Apple har ehtimolga qarshi hamma narsa o'zimizning qo'limizda bo'lishi kerak deydigan kompaniya. Yaxshilab e'tibor bersangiz, Apple ham kompyuter, ham smartfon, ham ularga chip, ham dasturiy ta'minot ishlab chiqaradigan dunyodagi yagona kompaniya. Bunaqa kompaniya butun dunyoda yo'q. Ya'ni Apple'ning ustunligi juda ham ko'p iPhone sotishida yoki qanaqadir chiroyli marketing bilan odamlarni miyasiga ta'sir, "Mana sen sotib olishing kerak iPhone, chunki bu marketing, chunki bu moda", takoy do'ppi kiygan okalar chiqib, "O'zi aslida Apple iPhone narxi juda ham kam, просто marketing qurboni sifatida $1000." Yo'q, unaqa narsa emas. Apple'ning asosiy ustunligi mana shu qurilmani hammasini mustaqil tarzda bitta tizimda ishlab chiqarishi. Va boya yuqorida aytganimdek, bularning hammasi qudrat uchun. O'z kuchini o'zi xohlagandek boshqara olish uchun. Hech kimga qaram bo'lmasdan mustaqil biznes qilish uchun. Bu yerda qanaqadir teoriya zagovori, qanaqadir fitna nazariyalari yo'q. Просто aqlli biznes modeli. Aslida Apple shunchaki mahsulot ishlab chiqarmaydi. Apple standart ishlab chiqaradi. Lightning, MagSafe, AirDrop, Face ID, Apple Pay, App Store. Shularning hammasi odamlarni Apple ichida ushab turadigan standartlar. Shunishingiz uchun Face ID tizimi, по сути, qo'pol qilib aytganda Apple'dan boshlanganda, undan oldin ham bunaqa texnologiyalar bor edi-da, boshqalar ham qilardi, lekin bu narsani standartga aylantirib, bu narsani modaga aylantirib, bu narsani pikka olib chiqqan kompaniya Apple. Yoki oddiy misol mana bu funksiya chiqib ketdi. Men aniq esimda Android ishlatardim 2020-yilda va Androidlarga 2020-yilda bu narsa endi qo'shiluvdi. Oldin bo'lmas edi. Oldin bundoq ekranni yonini surib, orqaga qaytib chiqib ketish yoki pastiga to'g'ri burchak knopkani bosish kerak edi. Mana shu prosta bittada chiqib ketish yo'lini ham Apple standartga aylantirgan. Aynan iPhone bilan. Ekosistema qanchalik yaxshi ishlasa, shunchalik qurilmalar ko'p sotiladi. Shaxsan men o'zim mana shu ekosistemaning qurboniman, ya'ni marketing qurboni emas. MacBook ishlatib ko'rdim, wow, zo'r dedim. Keyin yonimdagi boshqa MacBook bor insonlar AirDropdan MacBookga shunday narsa tashab yoki o'zini iPhone'ida haligi notes bor-ku, zametki, o'shanga narsalar yozsa, o'zidan o'zi iPhone'ida paydo bo'lib qolib, mana shunaqa narsalar qilishni boshlagandan keyin, wow, men ham iPhone olishim kerak ekan dedim. iPhone oldim, Apple Watch, naushniklar, AirPodslar, hammasi bir-biri bilan bog'lanib tez ishlaydi. Misol uchun naushnik taqib o'tirasiz,
iPhone'da ashula eshitasiz, bitta notebook ochganingizdan keyin notebook so'raydi. Anaqa ulanaymi AirPods'ga deb. Ulanasizda ita ko'chib ishlab o'tirasiz. Vosh, prям bomba ekosistemasi va mana shu ekosistema ishlashi uchun albatta Apple mustaqil bo'lishi kerak. O'zi chip ishlab chiqarishi, o'zi dasturiy ta'minot qilishi va hammasida yagona dasturiy ta'minot, yagona servis ishlab, yagona tizimga aylanishi kerak. Yangi chiqqan MacBook Neo bunga juda yaqqol misol bo'la oladi. Juda ham arzon notebook, juda ham arzon laptop, ayniqsa Apple uchun. $600 $500 $700 esimda yo'q. Juda arzon va juda yaxshi ishlaydigan. Menimcha Apple degilar bilib qolishdi. Ko'pincha mana shu Apple ekotizimiga aynan MacBook orqali kirib kelishadi va Apple ga hozir unchalik ham muhim emas MacBooklarni yoki o'zimman Apple qurilmalarini qimmatga sotadimi, arzonga sotadimi, uni orqasidan qancha foyda qiladi muhim emas. Eng asosiysi sotilsin. Odamlarga yetib borsin. Umuman umrida Apple mahsulotlarini ishlatmagan odam olib ishlatib ko'rsin va mana shu ekotizimga o'rgansin, moslashsin, qaram bo'lsin. Tabiiyki odamlar MacBook Neo yoki shunga o'xshagan qurilmalar sotib olganidan keyin Apple ekotizimiga kiradi va u yerdagi servislardan foydalanadi hamda Apple kompaniyasi mana shu yuqori marjinal biznesdan yana ham yaxshiroq daromad qiladi. Ekotizim qanchalik yaxshi ishlasa, shunchalik qurilmalar zo'r sotiladi. U ekotizim zo'r ishlash uchun mana shu iPhone bilan MacBook bir-biriga podключаться qilib, bir-birini tushunib ishlash uchun ichidagi hamma narsani Apple o'zi ishlab chiqarishi kerak. Chipini ham, boshqasini ham, Bluetooth hammasini. Ana mana shu mustaqillikka erishgandan keyin ekotizim yaxshi quriladi, qurilmalar yaxshi sotiladi, odamlar ko'proq qurilma sotib oladi. Juda ko'p marta ta'kidlaganimdek, o'zim ham mana shu ekotizimga MacBook orqali kirib kelganman. Ishlatib ko'rib, wow, zo'r. Endi iPhone olishim kerak deganman. MacBook Neo bunga yaqqol misol. Juda ham arzonga yaxshi MacBook uncha-muncha notebooklardan arzon va odamlar aynan mana shu Neo'ni sotib olgandan keyin Apple ekotizimini ichiga kirib aralashib ketadi. Xuddi menga o'xshab. Menimcha ko'pchilikda shunaqa bo'lgan. Apple yaxshigina tadqiqot o'tkazib, o'zini foydalanuvchilarni o'rgangan va ko'pchilik aynan MacBook orqali kirib keladi. Olasiz, ishlatasiz, qaraysiz, wow, zo'r deysiz, iPhone'im bo'lganda shu bilan yaxshi ishlaydimi? Ha, chunki yoningizda shunaqa ishlatayotganlarni ko'rasiz yoki YouTube'da o'tda, keyin iPhone olasiz, ishlatib ko'rasiz, AirDroplari zo'r. Haligi zametkiga narsalar yozsangiz, sirazi bu yoqqa chiqadi. Undan tashqari Apple Watchingiz bunga ulanadi. AirPods xohlasangiz, smartfonda, xohlasangiz MacBookda prям jotki ishlaydi hammasi. Ekotizim dahshat. Hamma narsani sotib olaverasiz keyin. Mana shu MacBook Neo orqali tushunishimiz mumkinki, Apple'ning hozirgi kundagi, ayni damdagi eng asosiy maqsadi qaysidir qurilmani sotib, uni orqasidan foyda qilish emas. Balki MacBook Neo o'zini tan narxidan arzonroqga ham sotilar. Eng asosiysi odamlar olsin, odamlar his qilsin. Apple ekotizimida ishlash, yashash, o'zimman mana shu narsani ichida bo'lish qanchalik kayfligini tushunib yetsin. Undan keyin sekin-sekin boshqa qurilmalarni olsin-da, servislardan foydalansin. App Store orqali nimalardir sotib olganda ham 30% dan olib qolsak ham mashina yetadi bizga. Vashi kayf qilib yashaymiz deb o'ylashayotgandir. Nega bu narsani oldin qilishmagan? Meni shaxsiy fikrimcha, chunki bu uzoq vaqt davomida o'ylangan chuqur strategiya edi va endi mana shu darajaga yetib kelishdi. Shu narsani qila oladigan CEO topildi, John Turnus. Endi mana shu narsani Apple oladi. Bundan buyog'iga Apple kompaniyasidan nimalar kutamiz? Shaxsan meni taxminlarimga ko'ra, buyog'iga shu MacBook Neo ga o'xshagan ishlar bo'ladi. O'zimman Neo degan so'z bu ommaviy madaniyatda bir o'ziga xos o'rin, o'ziga xos sirli bir qanaqadir ma'noga ega so'zda, chunki Neo u ham yangi deb tarjima qilinadi. Neo, Nova, Nuva, Novi degan so'zlar aynan mana shu hammasi bitta oilaga kiradigan yangi. Matrica filmini ko'rganlar bilsa kerak, Neo bundoq almashtirganingizda one bo'ladi, ya'ni bitta yoki yagona yoki birinchi, mana shunaqa ma'noda keladi. MacBook Neo bizga signal bo'lishi mumkin. Bundan buyog'iga har yili yangi MacBook, har yili yangi iPhone, mamatiga yangi knopka qo'shilgani uchun bu innovatsiya degan narsalar kutishimiz shart emas. Narxi har yili oshishi ham balki dargumondir. Eng asosiysi har yili qurilma sotilishi kerak.
yangi bo'ladimi, o'tgan yilgi bo'ladimi, qancha sotiladi, qancha foyda qiladi. Eng asosiysi sotilishi kerak, yangi auditoriyaga chiqish kerak. Mana masalan, men o'zim har yili iPhone almashtirmayman-da. Uzoq vaqt SE ishlatdim, rasvo iPhone maslahat bermayman. Undan keyin 12 Pro Max juda uzoq vaqt ishlatdim. Charchab dabdalasi chiqib ketgani uchun 15 Pro Max oldim va yangi iPhone 17, 18 olishga pulim yetsa ham olmayman, chunki menga shuni o'zi yetadi va bunaqa odamlar ko'p. Ya'ni hamma ham har yili yangi iPhone yoki yangi MacBook olgisi kelmaydi. Ya'ni yangi model ishlab chiqarish zo'r sotiladi. Yer yuzida uni sotib oladigan odamlarning soni cheklangan. Cheksiz sotib bo'lmaydi bu narsani. Lekin servislarni cheksiz sotsa bo'ladi. Uning orqasidan daromad ancha ko'proq keladi. Tem bo'li uni tan narxi past va sof foydasi baland bo'lsa. Meni fikrimcha Jon Tyornus keladi-da, takoy. Bolalar, okalar, opalar, singillar, qaranglar. Давайте o'zimizni qiynab har yili yangi iPhone ustida ishlamaylik-da. Просто yaxshi iPhone ishlab chiqaraylik. O'xshasa keyingi ham yangi chiqadi, majbur emasmiz. Eng asosiysi odamlar olsin, ishlatsin. Uni ichidagi servislardan, u ekotizimga qiziqib boshqa qurilmalarni olishidan soqqa qilamiz. Nima deysizlar shu ideyaga? Ya'ni yana ham oddiyroq aytganda, qurilmani ustidan zo'r foyda qilish, ko'proq qurilma sotish emas, ko'proq odamlarga yetib borish. Ko'proq odamlar Apple mahsulotlaridan foydalansa farqi yo'q. Biz aynan o'sha sotuv paytida katta daromad qilamizmi, kichkina daromad qilamizmi, unisini farqi yo'q. Eng muhimi servislardan soqqa qo'la olamiz, bo'ldi. Har qanaqa aqlli CEO, ya'ni kompaniyani direktori, ish yurituvchisi qachondir shu narsani o'ylab yetgan bo'lardi. Misol uchun, men smartfon ishlab chiqaraman, uni cheklangan miqdorda sota olaman. Chunki yer yuzida odamlarning soni cheklangan, buni sota oladigan odamlar soni ham juda unaqa ko'p, lekin baribir beskонечный emas. Undan ko'ra, prosta kimdir iPhone ishlatsin, qo'yanni eplaymiz shu serverlardan. Shuning uchun ham Apple katta ehtimol bilan hech qachon iPhonedan voz kechmaydi. Aksincha, uni yana ham ko'proq odamlarga targ'ib qilish harakatida bo'ladi, arzonroqga sotib ko'radi, skidka bilan, bitta modelni o'zini 3-4 yil ushlab turib, mana qaranglar, buzilmaydi, olinglar 4-5 yil ishlatasizlar, maza qilasizlar deydi. Chunki Apple'ga odamlar qulay, xotirjam yashashi, telefonga qaram bo'lmasdan bir erkin yashashi qiziq emas. Aksincha, odamlar mana shuni ichida o'tirishi kerak. Instagramda o'tirish kerak, reklama ko'rish kerak, nimadir sotib olish kerak. Misol uchun, oddiy misol, Apple shunaqa qilish mumkin edi. Misol uchun, Apple Watch'da bosasizda sun'iy intellekti bo'ladi ichida, hamma narsani biladigan, tushunadigan, sal kattaroq bo'lar mayli, sal takoy prikolniroq. Misol uchun buyurtma berasiz. Menga iOSdan 2 ta lavash e'tibor bo'ldi, xo'p, manzilingizga e'tibor berdim misol uchun. Albatta telefon bo'lishi shart emas, sun'iy intellekt bo'lsa bo'ldi, to'g'rimi misol uchun? Yo'q. Siz mana bunda o'tirib qidirishingiz kerak. Siz yana nimadir chiqib qolsa-chi deb ko'rishingiz kerak. Bitta mebel olaman deb kirib qolib ketishingiz kerak. Uni oldiga yostiq olasiz, uni oldiga chexol olasiz, uni oldiga nimadirlar terib tashlaysiz. Ko'proq xarid qilasiz, chunki faqat smartfon bilan bunaqa qilsa bo'ladi. Ya'ni Apple Watch bilan unaqa qilib bo'lmaydi. Sun'iy intellekt tab etdingiz, mana bunaqa qilib berdingiz, u qilib berdi. Yo'q. O'tirishingiz kerak. Apple'ga siz mamnaqa holatda o'tirib o'yin o'ynashingiz muhimroq. Apple chiqib etsa bo'lardi. Tak stop misol uchun. MacBookda o'yin o'ynasa bo'ladigan narsa qildik. Nimaga MacBookda o'yin o'ynash qiyin? Shunchalik mo'shni protsessori bor, shunchalik kuchli qurilma bo'lsa ham o'yin o'yna olmaymiz, misol uchun. Nimaga Apple'ni faqatgina iPhone'i bunchalik universal, hamma narsasi bor, GPS ham, kamerasi ham zo'r, o'yin ham o'ynasa bo'ladi, montaj ham qilsa bo'ladi. Chunki bundan soqqa qilish oson. Serverlar orqali hamma narsani odamlarga o'rgatib, odamlar mana shunday o'tirib, постоянно faqat smartfonda, faqat telefonning ekraniga qarab Apple kompaniyasiga daromad olib kelish kerak. Bundan buyog'iga ham iPhone sotiladi va bundan buyog'iga ham menimcha iPhone Apple'ning eng asosiy daromad manbalaridan biri bo'lib qoladi. Balki ikkinchi o'ringa tushar, balki birinchi o'rinda qolar. Lekin siz tasavvur qilasizmi? Ham iPhone sotib undan foyda qilishyapti. Ham aynan iPhone'ning ichidagi servislardan juda yuqori marjali daromad kelyapti. Aynan shuning uchun iPhone kerak. Prosta mana bu to'g'ri burchak ekranni sotish uchun emas, odamlarni shu ekotizimga o'rgatib,
ular orqali pul sog'ish uchun. Va bu umuman yomon emas. U bizga qulaylik beryapti va shu bergan qulayligi uchun yetarlicha pul so'rayapti. Bu men ishlaturaman, menga okey, menga normalniy. Prosta bitta narsani tushunishimiz kerakki, zamonaviy kapitalizm mana shu narsani ustiga qurilyapti. Ya'ni shunchaki bitta narsa sotib, bo'ldi, o'shaning ustidan $100 foyda qildim, всё, unutdim emas. Ham o'sha narsani ustidan foyda qilinadi. Ham o'sha narsaga odamni o'rgatilinib, doimiy sog'ib turiladi. Chunki Apple oxirgi 10 yil ichida shu qadar o'sdiki, investorlar maza qilib pul tikkan odamlar kayf qildi. Tipo puli oshurdi, katta investorlar faqat foydada, hech qachon minusga kirmadi, faqat o'sdi. Foydasi даже bunday tekkisam bo'lmadi, o'sdi. Endi doimiy stabil foyda kelish uchun quruq iPhone sotishni o'zi kamlik qiladi, chunki boya aytganimdek, meni iPhone 15 Pro Max'im bor. Rahmat, hozircha menga yangi iPhone kerak emas. Tim Cook aka, rahmat, yangi iPhone'laringizni qanaqadir olibdilarga reklama qiling. Pochkasini sotib yangi iPhone oladi, maqtanib yurish uchun itga kerak emas odamlar. Ular prosta bu hayotda faqat o'sha iPhone bilan maqtana oladi. Ammo normalniy odamman, menga yangi iPhone shart emas. Bunaqa odamlar tiqilib yotibdi. Qanaqa qilib turib daromadlarni oshirish kerak-ku? Qanaqa qilib doimiy dividendlar, ishchilarning oyligi, arendani puli to'lanadi? iPhone 1 yilda bir marta chiqadi. Bundan buyog'iga balki John Turnus chiqib, "Vobshe bizga har yil yangi iPhone kerak emas, dvorsa nima bo'ladi? Qanchalik sotiladi? Unisi muhim emas." Bizga daromad faqat qurilma sotish orqali emas, balki soft orqali ham kelish kerak degan xulosa bo'lar balki. Apple'ning asosiy daromad manbai faqatgina shunchaki iPhone emas, balki sizni qaramligingiz. Siz qanchalik qaram bo'lsangiz, u kompaniya shunchalik foyda qiladi. Buguncha shu do'stlar, qo'limdan kelgancha sifatli, foydali, yaxshi video ishlashga harakat qildim. Qanchalik epladim yoki yo'q, uni siz layklar va izohlar orqali ko'rsatasiz. Biroz eksperimental video edi. Uzun, takoy monologga o'xshash, analiz aralash, takoy neobычный. Fikr bildiring albatta, bu men uchun juda ham muhim va albatta izohlar har qanaqa muhokama uchun sizga muntazir. Sizlar bilan O'zbek YouTube'dagi eng kelishgan va eng kamtar bloger Kunduzi edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ehtiyot bo'ling.